Nima bu qiz chiroyli bo'lib yasam bo'lyapti deyotgan bo'lsanglar, assalomu alaykum hammaga. Xo'sh, qayerga ketyapman? Qayerga ketayotganim videoda oxirini ko'rib, rosa kulsanglar kerak. Oxirigacha ko'rsanglar, albatta ko'rasizlar. Xo'p, meykaplarni qilib tayyorlanib oldim. Yuzlarimga sun protection sepdim. Sepdim deyman, chunki Dubayda quyoshi вообще bo'lmaydi. Aslida quyoshli joyga ham ketmayapman, lekin все-таки yasam olganimga o'lamanmi? Okey. Обязательно men sizlarga Dior narsalarimni ko'rsatishim kerak. Meni blushlarim bor, shotkalarim ham Dior, highlightlarim ham Dior. Yomon zo'r narsa. 3 yildan beri ishlataman, hech tugamaydi. Menimcha umrim oxirigacha qolib ketsa kerak. Chunki unchalik meykap qilmayman, kam qilaman. O'shaning uchun 3 yildan beri turaveradi, hech narsa bo'lmaydi. Light qilaman, to есть yengil qilaman. O mana meni Valentino eyesshadowlarim bor. Eyeshadow nima deyiladi? Chain. Xo'p, chainlarim bor. Qalay nima deb o'ylaysiz? Yomon emas. Okey, готово. Endi sizlarga Mac'dan lipstiklarim. Men sizlarga aytsam, Dubayga kelsanglar Mac'dan обязательно lipstik ol. Lipstik nima deydi? Pomada. Pomada olinglar, chunki pomadasi juda haqiqatan ham zo'r. Mana shu brend pomadasiga gap yo'q. Rahmat lekin shu brendga. Okey, kiyimim qalay. Lekin tight bu. Tight nima deydi? Tor, pritalyonniy ko'ylakcha. Mana buni kiyib oldim. Qalay nima deb o'ylaysiz? Xayolida model bu qiz. O'zi ketyapti. Qayerga deganinglarni ko'rdinglarmi? Nima Balenciaga ana shunaqa sumkasi bor, $2700 turadi. Ketishdi qaranglar, haqiqatda o'zini model deb o'ylaydi bu qiz. Oyoq kiyimni Santa qiziqchilandim, nimalari bor. Ko'shdi oyoq kiyim kiyib olganiga o'lamanmi, tavba qildim. Xo'p, qayerga ketyapsiz ekan desam, muzxonaga kelgan ekansiz, tavba qildim. Ajoyib qizda bu qiz.